Surxondaryoda 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilayotgan musobaqalar keng qamrov kasb etmoqda. Parasportchilar o'rtasida bellashuvlarning mahalla, sektor hamda shahar va tumanlar bosqichlarida mahallalardagi minglab yoshlar ishtirok etishdi. Mazkur bosqichlar g'oliblari endilikda viloyat bosqichi bellashuvlarida yana bir bor o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazmoqdalar. Musobaqalarning tantanali ochilish marosimlarida so'zga chiqqanlar mamlakatimizda parasportchilarga yaratilayotgan imkoniyatlar haqida ta'kidlashib, ishtirokchilarning zafarli odimlariga omadlar tiladilar. Muhimi mazkur yo'nalishdagi bellashuvlarda parasportchilar ko'tarinki kayfiyatda ishtirok etishib, g'oliblik uchun bor kuch va imkoniyatlarni ishga solishdi. Termiz shahrida o'tkazilgan bellashuvlarning viloyat bosqichida 200 nafarga yaqin parasportchilar qamrab olindi. Viloyat bosqichimizda ham g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilarimiz respublika bosqichiga yo'llanma oladi. Bu bosqichga yetib kelgunga qadar viloyatimizdan 9700 dan ortiq imkoniyati cheklangan shaxslar qiziqish bildirib, shundan 7800 nafar ishtirokchilar munosib ravishda ishtirok etib keldi. Surxondaryo viloyati sport boshqarmasi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi Surxondaryo viloyat boshqarmasi, Yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi hamda Milliy paralimpiya qo'mitasining viloyat bo'limi bilan hamkorlikda o'tkazilgan bellashuv mahallalarda yashovchi, nogironligi bo'lgan yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ular orasidan iqtidorli hamda tug'ma iste'dodi bor nogironligi bo'lgan yoshlarni saralash va tizimli ishlarni yo'lga qo'yishga xizmat qilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Musobaqaning final uchrashuvlarida parasportchilar o'z mahoratlarini namoyish etishdi. Unda eng kuchlilar viloyat bosqichida g'olib bo'ldilar. Musobaqa yakunida peshqadamlarga diplom, medal hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Endilikda 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilgan viloyat bosqichi bellashuvi g'oliblari respublika bosqichida yana bir bor g'oliblik uchun kurashadilar.